Hammamizga ana shunday yaxshi mahallada, yaxshi ko'chada, ana shunday yaxshi ikki etajli imoratlarni solib yashash nasib etsin. Like bosam har bir odamga kamida ana shunday joylar, ana shunday mahalla, ana shunday ko'chalar nasib etaversin. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Do'stlar, hammaga salom. Yaxshi yerdan, yaxshi joylarni qarab turgan tanishlar uchun bo'ladi bu videomiz. Ko'chasini ko'rib turibsizlar, keng plashatki, yer maydoni 24 sotkga teng. Polniy zaboralar, zaborlar ham mustahkam qilib, yaxshi qilib ishlangan. Ana shu ko'rib turgan siyashkilarimiz ham her 15 santimdan armatur tashab quyilgan ekan, mustahkam qilib ko'chani siyashkisine qo'shilgan. Evlerini ko'rib turibsizlar, ana shunday plashatki, parkovka turbalari ham qo'yilgan, aynan o'tib ketmaslik uchun. Bu yerga dim ko'p ercha egilgan ekan. Uzun amoyin shunday erchilar egilgan. Latoklari ham narsasi quyilib, gulosizlar ham ishlangan. Fasadi 40 metrga 60 metr bo'ladi. Umumiy yer maydoni 24 sotik. Bir yaxshi yerdan joy solaman, bir kotej tiklayman deb yurganlar bo'lsa, bu videoni shularga tashlab qo'yamiz. Vobshe zo'r yerdan joylashgan. Gaz, suv, suvdan muammosi yo'q. E'tibor beramiz, 1,5 kirbishdan quyilgan zaborlari har 4 metrdan kolonna tashab, fundamentlarini ham armatur bilan, qozish bilan quyilgan. Bemalol 2 etajga talabga javob berdi, ustini davom etib ketsangiz ham bo'ladi. Bo'lmasa o'rtaga hovliga joy sozlaman ham bo'ladi. Narxi qimmat emas. Şu gulosizlari, vodoprovod, kolodez polizlar hammasi bor. Ichkarida yer karalari tashalgan, hozir ko'rsatamiz ulardan. Turgan bu yer o'rnimizning ichki tarafi bo'ladi. Zavor 4 tarafdan zavor bilan aylangan katta plashatki, Toshkent qilib ikki chetga, ikki farzandingizga bir ajoyib joy sozlanar bo'ladi. Allarni bog' qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni o'sha shu katta o'rtaga bir joy sozlasangiz ham bo'ladi. Dokumentlarida hech qanday muammo yo'q, lokatsiyasi zo'r yerda joylashgan ko'rib turibsizlarmi? Podushka, fundament 1,5 kirbishdan, pishgan kirbishdan o'rilgan, her 4 metrdan kolonna tashalgan. 15 qatordan salon tashalgan arasına. Vobshe mustahkam qilib ishlangan. Buni ishlashning o'zidan asfalt ketmaydi, asfalt biroz asfalt bo'lgan. Narxini egalaridan kelishasizlar, pastda nomerlarni qo'yamiz. Bu yerga yer kran tashalgan. Yer kran. Yer krandan tashqari vodoprovod ham o'sib turibdi. Vodoprovod ham. Hech qanday suvdan muammo yo'q. Bu yerda gaz, suv, Wi-Fi'dan umuman muammo yo'q. Narxini pastda egalarining nomerini qoldiraman. Shular bilan bemalol gaplashaverasizlar. Mahalla eng zo'r yerda joylashgan. Vobshe lokatsiyasi zo'r yerda. Ana shunda chiroyli qilib ikki etaj joylarni solib farzandlarimizga haziyat berishdan yer. Pochti shaharning ichida bunday yerlar qolmadi. Bu tarafimizda bir darvoza bilan bir darvoza o'rin qoldirilgan. Bu tarafimizda darvoza bilan eshik o'rin qoldirilgan. Vobshe zo'r qilib quyilgan. Fundamenti ham, podushkasi ham, kirbishlar ham sifatli, yaxshi kirbishlardan o'rilgan. Bemalol 2-3 bolasi bor oilalar uchun katta bir hovli bo'ladi. Farzandlarim mecherga yubarimman, hammamiz birga yashaymiz degan odamlar uchun vobshe zo'r yerdan, zo'r lokatsiyadan, ishlar ham keng. Xalagan ichkariga polniy 4 joyda joylashadi. Xalasanglar 2 joy sanlar, xalasanglar katta qilib 1 joy sanlar. Pastga nomerlarga bog'lansanglar, egalar narxlarini aytadi, o'zingiz kelib ko'rishingiz mumkin. Manzilimiz Ellikqal'a tumani, Navoiy. Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri, Navoiy, Mufiy, Fuziliy ko'chasi bo'ladi. 40 yo'ldan shunday kirib kelganimizda chap qo'limizda ana shunday ellarni plashatka bo'lib turibdi. Dunyoning kengishligi, ichkari undan ham katta. Hammaga rahmat. Bizlarga kuzatishda davom eting. Kanalda yangi bo'lsanglar, like bosib esdan chiqmasin, podpiska bo'lib, tanish bilsaga tashlab qo'yamiz.